Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiya desede Gazi Rozi. Washington'dan sözleyimiz bugünkü ıslahı 21 yıl 7. ayının 23. günü. Vaziyet. Cungo Kompartiyası növbette Tibet meselesini, Uyg'uriston meselesini hal qilish jarayoniga kirdi. Söz iborla garchi mushundoq ochiq aytilmagan bo'lsa-mu, Cungo Kompartiyasi Tibet meselesini, Uyg'uriston meselesini hal qilish jarayoniga kirdi. Aralıqda men dedim, Cungo patparaq bugun qonqib chiqdi. Etilib chiqdi. Xizmat ustellerini tashlab, taraf-tarafga qatorab chiqdi. Wang Yang, Yeti Changbi, Yeti doimiy hay'at a'zosi Wang Yang Uyg'uristonga yetib keldi. Reis Xi Jinping o'zi Lhasa'ga yetib keldi. 21 kuni Reis Xi Jinping o'zi Lhasa'ga yetib keldi. Ondan keyin bu vaziyat qanday paydo bo'ldi? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Aqsarayga kirgandan keyingi yarim yil mobaynida elib borgan diplomatik faoliyatlarini biz sizlarga so'zlab keldik. Eng oxirgi natija sifatida bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining muavin Ministeriyaki muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman xonim dastlabki Cungo bilan diplomatik munosabatlarda Cungoga kirolmaydigan, bora olmaydigan holatda Cungo unumay chegara taqib olg'idek yaka pozitsiyasi o'zgartib didorini ko'rsatmaganda qiyofatda qarshilik qilgan bo'lsa-mu, axiri jekinib turib ma'qul deyishga majbur bo'ldi. Chunki bu qatam Wendy Sherman xonimning vazifasi kuch diplomatiyasi yoki diplomatiyani kuch bilan yo'lga qo'yish uchun Beijingga yetib boradi. Diplomatiya xilma-xil bo'ladi vatandosh. Qog'ozingiz bormi? Qalamingiz bormi? Bir piyola chayingiz bormi? Siz depaqingiz, siz nima deysiz? Men depaqay, men nima deyman? Bu bir xil diplomatiya usulidir. Bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo rahbarlariga va Cungo davlatiga qo'llangan diplomatik siyosati, diplomatik faoliyatning kaynida qudratli kuch bor. Amerika davlat mudofaasi va armiyasidek qudratli kuch bor. Davlat kuchi bor Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatik siyosatining kaynida. Biz mushundoq o'rinda o'ltirib so'zlashimiz, mushundoq tarzda paranglashimiz, gap qilamiz Cungolik apandilar. Chunki vaqt sizni saqlab o'ltirmaydi, chunki vaqt meni saqlab o'ltirmaydi. Degandek, shundaqlarda Uyg'uristonning qirg'inchilikningmi vaqti oxirlashdi Cungolik apandilar. Yoki o'shingizni yig'ib oling degandek. Bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq pozitsiya ko'rsatdi. Hozir torbat qardi elib chiqamadim. Aldirashchilikda vatandosh. To'liqlayman bu abzaslarni, hurmatli vatandosh. Shuning bilan aytamanki, Prezident Joe Bidenning yarim yillik diplomatik faoliyatining oxirgi natijasi xulosa kalam Cungo Kompartiyasi Tibet meselesini hal qilish jarayoniga kirdi. Uyg'uriston meselesini hal qilish jarayoniga kirdi. Esinglarda bor hurmatli vatandoshim. Cungoning tashqi ishlar ministri tuyuqsiz Lhasa'da paydo bo'lgan masalaga muhokama qilib shundoq degan edim. Cungo Kompartiyasi ishni avval Tibetdan boshlamsizlar degan edim. Yaqinda sizlarga yana bir leksiya so'zlab, eng oxirgi bir abzas dedim. Doviy torbetining pozitsiyasi, bu markaziy komitetning pozitsiyasi, Tibetga qaratgan pozitsiyasi, Dalay Lamaga qaratgan pozitsiyasi deb sizlarga
leksiyada tapşırgan edim. Bugün başlandı. Devir alıdığan kademini aldı taşlaydıgan kademini taşladı. Bugün başlandı. Hürmetli vatandaş.